seriyasi. Ko'pincha bunaqa chiziqlar oqsariqlardan kelgan, ozgina semirishga moyil bo'lgan homiladorlarda uchraydi. Bular oyijonlar ketmaydi tuqqaninglardan keyin. Xo'p, bular nimaga kelib chiqadi? Asosiy sizlarda asosanda kollagen yetishmovchiligi bo'ladi. Terining strukturasi buziladi. Mana shunaqa yorilib ketadi. Kimdadir oqroq bo'ladi, kimdadir mana shunaqa qizg'ishroq bo'ladi. Ya'ni gormonal fon bilan birgalikda bog'liq bo'ladi. Eng yaxshisi kollagen ko'proq iching. Oysi kollagen yeng yoki tushundingizmi? Kollagen chista xolodets emas, xolodetsdan sal boshqacharoq bo'ladi. Xolodetsda go'sht bo'ladi. U sariq selga o'xshaydigan bo'ladi. Anaqa nima deydi? Suyakni o'zidan chiqadi. Suyakni qaynatib yeysizda, anaqa xolodetsga o'xshatib. Tushundingizmi? Ana shu judda ham ko'payib ketishini oldini oladi.